Nilufar opa, 8% valyutniy kreditimiz haqida so'rashyapti. Rostdan ham 8%mi? Ha, rostdan ham 8%. Bu ostatga summaga emas. Men sizlarga masalan tushuntirib beraman. 100 ming dollar oladigan bo'lsanglar, yiliga 8 ming dollar qo'shib berasizlar. Bu qanaqasiga deganingiz, haqiqiy 8%, masalan 100 ming dollar olyapti. 8% dan 80% bo'ladi 10 yilga. Например, 10 yilga olsa. Mana bunaqa 80 ni shunday ko'paytirsa, 10 yilda 80 ming dollar qo'shib beryaptilar-da. Shunda 180 ming dollarni bo'lib yuboradilar, 120 oyga 1,5 ming dollardan to'g'ri kelyapti. Masalan, qarindoshlardan olsa ham 1,5 ming dollar menga oyiga to'laysan, tam yiliga 8 ming dollar qo'shib bersang, men 100 ming dollar beraman deb bu taklifni hech kim bermaydi. Biznes qiladigan insonlar o'zlari ham bilinadi. Endi 10 ming dollarga 800 dollar qo'shib beryapsizlar xolos. Boshqa banklarga o'xshab bizga 25 talik 30% berilmayapti. Bu biznes ipoteka shuning uchun ajratilgan. Biznesmenlar uchun masalan, uylarni garovga yoki noturar joylarni garovga qo'yib bemalol 10 ming dollardan 500 ming 1 million dollargacha ham pul olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Godovoy stavkamiz 8%, hech qanaqa oila ish haqi, kafil, yugur hech narsa kerak emas. Hamma yugurlarni o'zimiz qilib beramiz. Sizlar faqat boshida kelsanglar, hamma do'g'urlarimizni qilib olsak, hamma ishlarni yaxshi yo'nalishga hal qilib beramiz. Men UzAvto Style bilasizlar, sizlar uchun har doim hamisha yengillik qilishga harakat qilaman. Bu kreditimiz Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga, ya'ni Zangiotadan Kelesgacha Toshkent shahari polni o'ziga beriladi. Eslatib o'taman, 10 yilga olib 1 yilda yopsanglar, 1 yillikni foiz bilan, ya'ni 100 ming dollarga 8 ming dollar qo'shib yopasizlar. Bunaqa sharoit menimcha hech qayerda yo'q. Tak что tezroq shoshilinglar va tezroq kelinglar.